Assalomu alaykum. Efirda Iqtisod 24. Dasturimiz avvalida sharhlarimiz mavzusi bilan tanishing. Respublikaning 6 ta hududida xorijiy 3 ta kompaniya chiqindidan elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu zavodlarimiz 2027-yilning birinchi choragiga ishga tushishi ko'zda tutilgan. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi bank sektorining 2025-yil yakunlari bo'yicha faollik reytingini yangiladi. Hisobot davrida bank tizimida jami jalb qilingan depozitlarning qiymati o'tgan yil mos davrga nisbatan o'sishi tezlashgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2026-yilda jahon iqtisodiyotida o'sish sur'atlari keskinlashishini prognoz qilmoqda. Ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energetika salohiyati faol kengaytirilmoqda. Bejizga emas albatta. Xalqaro ekspertlarning xulosalariga ko'ra, O'zbekiston eng ko'p energiya sarflaydigan mamlakatlar qatoriga kiradi. Xususan, respublikamizda binolarning yakuniy energiya iste'molidagi ulushi qariyb 50% ni tashkil etib, 1 kvadrat metrga to'g'ri keladigan energiya sarfi Yevropa mamlakatlariga nisbatan bir necha barobar yuqori. Demakki, bu kabi nomutanosiblik va ortiqcha sarf xarajatlarini bartaraf etish kerak. Ayni shu va energetika samaradorligini ta'minlash maqsadida o'tgan yili alohida agentlik tashkil etildi. Ushbu tuzilmaga 2030-yilga qadar iqtisodiyotda energiya sarfini kamida 20% ga, davlat idoralari va ijtimoiy obyektlarda esa 15% ga qisqartirish vazifasi yuklatilgan. Shu haftada Prezident Shavkat Mirziyoyev elektr energiyasi ta'minotida bozor mexanizmlarini joriy etish yuzasidan o'tkazilgan taqdimot bilan tanishdi. Ta'kidlanganidek, joriy yilda ijtimoiy obyektlar va aholi turar joylarini energiya samarador obyektlarga aylantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar rejalashtirilgan. Bunga 150 milliard so'm subsidiya va kompensatsiya mablag'lari yo'naltiriladi. Joriy yilgi investitsiya dasturi doirasida 770 ta ijtimoiy obyekt energiya samaradorlik standartlari asosida modernizatsiya qilinadi. Bunga xalqaro moliya institutlaridan 264 million dollar mablag' jalb etiladi. Sanoat sohasida ham energiya tejamkorlikni oshirish borasida 142 ta to'qimachilik majmuasiga quyosh panellari o'rnatiladi. Natijada 722 million kilovatt soat elektr quvvati va korxonalarning 693 milliard so'm mablag'i tejalishi kutilmoqda. Shuningdek, ichimlik suvi ta'minoti tizimida 300 ta nasosni yangilash rejalashtirilgan. Ulgurji bozorni shakllantirish ishlarining borishi to'g'risidagi axborotda keltirilganidek, hozirgi kunda yiliga 10 million kilovatt soatdan ko'p elektr iste'mol qilayotgan korxonalar ro'yxati tuzildi. Ular uchun elektr energiyasini ulgurji bozorda soatbay shakllangan narxlarda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida xarid qilish taklif etildi. Xorijiy tajribadan kelib chiqib, energetika va kommunal sohalar bo'yicha yagona regulyatorni tashkil etish tashabbusi ham ilgari surildi. Prezidentimiz mazkur takliflarni ma'qullab, energiya samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va energetika bozorida raqobat muhitini shakllantirish muhimligini ta'kidladi hamda mutasaddilarga tegishli topshiriqlarni berdi. Biz yuqorida sanab o'tilgan muhim yo'nalishlar, bajarilgan ishlar va galdagi rejalar xususida batafsil ma'lumot olish maqsadida studiyaga ekspert taklif qilganmiz. Suhbatdoshim Obidjon Pardayev, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi energiya samaradorligi milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari. Ana shu agentlikning tashkil etilishiga bir qanday omil turtki berdi, nima sababdan va uning maqsad va funksiyalariga to'xtalib o'tsangiz. Iqtisodiyotda yuqori shiddatli rivojlanishi, aholi sonining oshishi, energiya resurslar hajmini samarali yetkazib berish maqsadida bizda ham mamlakatimizda energiya samaradorligi milliy agentligi tashkil topdi. Bu agentlikka milliy maqomini berilishini ham bejizga emas, albatta. Agentligimiz bugungi kunda o'ziga qo'yilgan masalalardan biri sifatida aholi orasida, tadbirkorlik subyektlarida, davlat va ijtimoiy soha muassasalarida energiya resurslaridan samarali foydalanish yo'llarini ishlab chiqyapmiz. Samarali foydalanish bo'yicha qanaqa yangiliklar, qanaqa innovatsion texnologiyalar, qanaqa yondashuvlarni biz amaliyotga joriy qilish bo'yicha ishlarni boshlaganmiz. Jahon bankining xulosasiga ko'ra, O'zbekiston energiya resurslaridan ko'p foydalanadigan mamlakatlar qatoriga kiradi. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda bizning mamlakatimizda binolarga sarflanayotgan energiya resurslar hajmi 1 kvadrat metr uchun 350 kilovatt soatni tashkil qilar ekan.
Bu ko'rsatkich Yevropa davlatlari, xususan Avstriyadan, Niderlandiyalardan ko'ra 2,5 baravargacha ziyod ekan. Ularda bu ko'rsatkich 90-95 kilovatt-soat atrofida. Ya'niki mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan energiya resurslarining deyarli 50% ga yaqini ijtimoiy binolarga sarflanar ekan. Biz ijtimoiy binolardagi energiya resurslar sarfini tejash emas, samarali foydalanishimiz hisobiga biz ushbu resurslarni kelajakda sanoatga, iqtisodiyotni boshqa tarmoqlariga yo'naltirish imkoniyatlarimiz paydo bo'ladi. Yaqinda bo'lib o'tgan taqdimotda davlatimiz rahbari tomonidan bir qator topshiriqlar berildi. Jumladan 2030-yilga qadar shu agentlik tomonidan iqtisodiyotdagi energiya sarfini 20% ga, ijtimoiy obyektlardagi energiya sarfini 15% ga kamaytirish topshirig'i berildi. Bu vazifa qanday amalga oshiriladi va qanday samara keltiradi? Bir qator vazirlik idoralari bilan hamkorlikda ishlarni boshlaganmiz. Misol qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda bizlarda amaldagi shaharsozlik qurilish normalari, qoidalarimiz mavjud. Ushbu qoidalarni takomillashtirishimiz hisobiga qurilishda biz energiya samarador qurilish materiallarini qo'llashimiz hisobiga binoning shu oddiy qilib aytadigan bo'lsak, poydevoridan boshlab energiya resurslarini yo'qotmaydigan qilib, bino poydevoriga ta'sir qiladigan zaxlik darajalarini bartaraf qilishdan boshlab, devorlari, oyna romlari, tomlarini yangicha yondashuvlar, jahonda qo'llanilayotgan texnologiyalar asosida barpo etishni yo'lga qo'ysak yoki rekonstruksiya, kapital ta'mirlanadigan binolarga bo'lgan talablarni biz energiya samarador yondashuvlar asosida joriy qilsak, shuni o'zida biz hisob-kitoblarimizga ko'ra kelgusi 5 yillikda iqtisodiyotimizda energiya sig'imini 20% ga qisqartirish imkoniyatimiz mavjud. Mamlakatimizdagi qurilish normalariga, yashillik mezonlarini kiritsak, aholi turmush darajasiga kirib borib, samaradorlikka erishish fe'l-atvorini yaratganimizdan keyin bizlarga chetdan kirib keladigan investorlarning ham mamlakatimizga investorlarning qiziqishi ortib, ular bu yerlarda o'zlari loyihalarni amalga oshirishni bildirishyapti. Energiyani tejashdan daromad olish imkoniyati mavjud bo'lgandan keyin ular o'zlarining hisobidan mablag' tikib, binolarda energiya samarador ta'mirlab, o'sha modernizatsiya asosida iqtisod qilinadigan energiya resurslar qiymatini uzoq muddatli davrda qaytarib olish bo'yicha bizlar bilan ishlashmoqchi bo'lishyapti. Taqdimotda aytilgandek, shu xalqaro moliya institutlaridan 264 million dollar mablag' jalb etiladi deyilgan. Xuddi shunday. Ushbu yo'nalishda bir qator loyihalarimiz amalga oshyapti. 14 ta hududimizda ta'mirtalab bo'lgan bittadan bog'chamiz, maktab, tibbiyot muassasalarini tanlab olganmiz. Mamlakatimiz bo'ylab bugungi kunda 150 ta ijtimoiy soha muassasalarida jahon standartlari asosida modernizatsiya ishlari amalga oshirilyapti. Taqdimotdagi ma'lumotda keltirilishida 10 million kilovat soatdan ko'p elektr iste'mol qilayotgan korxonalar ro'yxati tuzildi va ular uchun yagona regulyatorni tizimini tashkil etish taklifi ilgari surildi. Shuni bir tushuntirib bersangiz. Jami ishlab chiqilayotgan energiya resurslarining 50% mavjud binolarga sarflanayotgan bo'lsa, bizlardagi mavjud sanoat korxonalarimiz, iqtisodiyotimiz boshqa tarmoqlariga ham energiya resurslar sarfi kam emasligi ma'lum bo'ldi. Yirik ishlab chiqaruvchi og'ir sanoat korxonalarimiz bizlarda energiya resurs iste'moli yuqori bo'lganligi sababli dastlabki bosqichlarda ushbu sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirishga biz e'tiborni qaratishimiz lozimligini biz tushunib yetdik. Bitta yirik sanoat korxonasidagi iqtisod qilingan energiya resurslari yonidagi 10 ta, 20 ta kichik biznes subyektlarini energiya resurslari bilan ta'minlashga yetishni hisob-kitobini chiqardi. Bu obyektlarda dastlabki bosqichda qaysi texnologik siklida energiya resurslar sarfi yuqori ekanligini, uni kamaytirish imkoniyatlarini hisob-kitob qilishadi. Agentlik o'z navbatida o'sha yirik korxonalarda energiya samaradorligini rag'batlantirish maqsadida ushbu energiya audit xarajatlarini to'liq biz qoplab berish, ya'ni subsidiyalash tashabbusi bilan chiqdik. Undan tashqari yangi tarmoqlarni qamrab olishni yo'lga qo'yapmiz. To'qimachilik sanoat korxonalari ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotini tannarxini kamaytirishimiz uchun biz ushbu korxonalarga qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini joriy qilsak, ishlab chiqarishda energiya resurslar sarfi kamayish hisobiga
mahsulot tannarxi deyarli 10-15% arzonlashadi. ayrim korxonalarda 20% ga arzonlashar ekan. O'z navbatida biz agentlik tomonidan ushbu amaliyotni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish maqsadida to'qimachilik korxonalariga subsidiyalar berish joriy qildik. Ular o'zlarini ehtiyoji uchun quyosh panellarini 20% gacha bo'lgan miqdorini biz qoplab beramiz. Quyosh panellarini, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini xarid qilish uchun banklardan olingan kredit resurslarini foizini bir qismini qoplab beramiz. Natijada ushbu yo'nalishdagi korxonalarimizda ishlab chiqargan mahsulotlari jahon bozorida tannarxi tushishi hisobiga raqobatbardoshligi oshadi. Natijada 722 million kilovat soat elektr quvvati va korxonalarning salkam 700 milliard so'm mablag'i tejalishi kutilmoqda. Juda katta ko'rsatkich. Sizga chuqur tahlillaringiz uchun tashakkur. Biz esa dasturimizni